Nexia 1 va Nexia 2 larni tekshirib ko'ramiz. Balans ya'ni muvozanatini sinaymiz. Bu videoni Nexia'si bor tanishingizga yuborib qo'ying. Tormozlar qaysi biriniki zo'rligini aniqlaymiz. Keyingi video qaysi mashinalar haqida bo'lsin kommentga yozinglar. Va hammalaringiz kutgan poyga. Qaysi biri kuchliroq kommentga o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Sizningcha Nexia 1 legendami yoki Nexia 2 mi?